Biz Alfraganusga keldik. Bu yangi savdo markazi Toshkentda ochilgan, Risiviy bozorga yaqin, lekin YouTube'da obzorlarni topa olmadim va sizlarga YouTube'da obzor qilib berishga qaror qildim. Ichida nimalar bor, qanday magazinlar bor, qanday tamaddixonalar bor, bilib olasiz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz va kelishga arziydimi, arzimaydimi kommentariyada yozib yuboring iltimos. Yes Coffee bor ekanda, bu yerda mana bunaqa qumdan maydoncha qilib qo'yishdi bolalar uchun. Qaranglar. Maza qilib bolalaringlarni olib kelsanglar, mana Elon Musk mashinasi ham bor. Qumda shunaqa o'yin o'ynashadi. Yes Coffee. Nimagadir Alfraganusda hali ko'plab do'konlar ochilmagan. Deyarli 62-70% hali bo'sh yotibdi yoki endi ta'mirlash ishi ketyapti. Brendlar tez orada bu yerga keladi degan umiddaman. Lekin bu yerda Media Park bor ekan. Mana Costa Coffee'ni ko'rib turibsizlar. Saddaner bor. Bu yerda juda ham ko'plab bolalar o'yinchoq do'konlari bor ekan. Deski plashatka bor. Ertaklar dunyosi degan mana to'rinda turibdi. Costume Toys degan bu yerda bolalar o'yinchoqlarini sotadigan do'konlargacha bor ekan. Ayollar sumkalari deysizmi, ichki kiyimlar deysizmi, kostyum shimlar deysizmi, barchasi bu yerda bor. Bu kupolani chiroyliligini qaranglar, juda ham chiroyli. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim O'zbekistonda, to'g'risi, Alfraganus Targov sentrida. Alohida respekt bu ertaklar dunyosi bolalar maydonchasiga, juda ham chiroyli va juda ham katta. Toshkent City Mall plashatkasi juda ham katta, juda ham hashamdor, lekin Alfraganus ham bolalar maydonchasi qolishmas ekan, kattaligi bilan juda ham yoqdi. Mana bunday ko'rib turganingizdek avtomatlar bor. 15 yoshgacha bo'lgan istalgan bola bu yerga kelsa o'ziga mos o'yinchog'i yoki o'yinni topishi mumkin. Ko'pchilik bu mashinalarni qimor deydi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Ko'pchilik internetda hozir o'ynatmanglar bolalaringizga bu o'yinlarni deyapti. Iltimos kommentariyada fikringlarni yozib yuboringlar. Yaponiyani, Koreyani eng zo'r avtomatlari shu yerda joylashgan. Basketbol to'pi deysizlarmi yoki mana bunaqa yutib oladigan o'yinlar deysizlarmi, istalgani bor. Mana apparatdan ham bor ekan. Sizlar bunda urganmisizlar? Hech ham rekordinglar necha? Iltimos yozib yuboringlar. Ralli yo'ligiga alohida respekt. To'g'risi Jasmine deb nomlanadigan bolalar maydonchasida mana shunaqa siz gonka mashinalarida haydasangiz bo'lar ekan, bolalaringiz, ya'ni siz emas. Menga yoqdi, zamonaviy, qiziqarli, ranglari ham, dizayni ham, mashinalari ham zo'r ekan. Afsuski narxlarni so'rashga ulgurmadim. Bilsanglar yozib yuboringlar kommentariyada. 5-6 yoshdagi bolalarga bu maydoncha aniq yoqadi. Kattagina ekan, maza qilib o'ynasa kerak. O'zi Alfraganusga shu brend uchun keldim. Krispy Kreme degan brend Amerikani donatslari, ponchiklari ya'ni. O'zingizdan ponchiksiz-ku, nima yana ponchik yeyapsiz, endi nima qilib yoqadi-da o'rtoqlar. Bu brendni yagona do'koni Alfraganusda. Sizlar ham kelib, yuzdigilarni olib kelib xursand qilishingiz mumkin. Bolalaringizga albatta yoqadi. Bu ponchik ichidagi nachinkalarni yesanglar, Crispy'ni eng yoqqan tomoni mana shu yer o'zida pishirishar ekan. Hamma jarayonlarni siz shaffof oynada ko'rib turishingiz mumkin ekan. Sveji qilib klientlarga topshirishadi. Zo'r qiziq bir jihatini aytaman. Siz va biz biladigan o'sha mashhur KFC brendi Amerikada paydo bo'lgan, Kentuckida. Bu brend ham Kentuckynikiga, ya'ni KFC bilan bitta shaharda paydo bo'lgan brend. 1937-yildan beri bor. Tasavvur qilyapsizmi? Mana shunaqa oldim. Set 12 ta ichida. Mana shunaqa 12 ta donatlar bor, har xil. Shu assortimenti 160 ming, 170 ming bo'ldi. Sabab mana premium 3 xil premium versiyasi bor ekan. Qolganlari o'sha setda bor. Shu donatlardan Dubayda yashagan paytim har kuni yurdim. Har kuni korobka olib kelardim. Shu uchun semirib ketganman. Sizlar ham agar semirib ketishni xohlamasangiz, suv iste'mol qilmanglar. Yeb turinglar bir oyda bir marta. Xullas zo'r donatlar. Mana ichida fabrikasi ham bor ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Shu yerda tayyor pishirib, shu yerda o'zida sveji pishirib turib, qutilarga solib mijozlarga yetkazishayotgan ekan. Bu yerda shunaqa Belarusiyani magazini ham bor ekan. Belarusda tovarlar sotilar ekan. Vaflilardan tortib kisellargacha Belarusiyaniki. Mana shokoladlarni ham Belarusiyani shokoladlari kerak bo'lsa, kim bilsa, mazasini, qiziqsa olsanglar bo'ladi. Mana Belarusya soklari, shirinliklar, deski pitaniyalar bor. Ko'rgan bo'lsanglar, pechenyelar, pryaniklar, qaranglar. Malakolarni turi bor ekan. Lekin ehtiyot bo'linglar, mana svinina ham bor ekan bu yerda. Hamma narsa halol emas. Sirlar, maxsus sosiskalar, Belarusdan kelgan go'shtli mahsulotlar ham bor ekan mana. Yo'lini ko'ryapsizlar, arab stilida kupola qilishdi, haqiqiy sharq stiliga monand qilib bezashibdi, qaranglar. Mana tepani ko'rsanglar bo'ladi, kupolada va shunaqa ochiq maydon. Juda chiroyli ekan xullas mana.
2 qavatli, birinchi qavatida do'konlar, ko'p do'konlar lekin ochilmabdi. Birinchi qavatdagi do'konlarda asosan bistrolar, kofilar, ovqatxonalar ishlayapti. Bo'm-bo'sh bo'lib yotibdi birinchi qavatdagi. Mana bu yoq tomondagi do'konlarni ham ko'rsangiz ham bo'm-bo'sh, lekin korzinka bor ekan orqada. Noqulay tarafi do'konlar xuddi bozor kabi ochiq maydonda joylashgan. Qishda biroz sovuq. Bu yerda apteka ham bor ekan. Mabodo Alfraganusda biron dori kerak bo'lib qolsa, Esfarim dorixona bu korzinkani shundoqqina yonginasida joylashgan. Bu yerda apteka bitta emas ekan, bir nechta aptekalar bor ekan. Mana Vaksinamed dorixonasi ham bor ekan. Bu shundoqqina korzinkaga kirib urishda joylashgan. Menga kakras dori kerak edi, o'zi shamollab qoldim. Ovozimdan ham bilinayotgandir. Xullas korzinkaga gap yo'q. Assortiment, mevalar, sabzavotlarni zo'rlarini terib qo'yishibdi. Men ko'plab korzinkaga kiraman o'zi do'konlariga, lekin mamnun bo'lmayman ko'p do'konlardan. Lekin bu yerdagi korzinka keng ekan, katta ekan va assortiment ham yaxshi terib qo'yishibdi mahsulotlarni. Menga yoqdi. M kosmetik do'konlari ham bor ekan. M kosmetik bu Rossiyaning brendi, Sankt-Peterburgda ham bor, Moskvada ham bor. Xullas keng assortimentda sizlar ayollar uchun kosmetika topishingiz mumkin. Lekin menga Alfraganusda eng yoqqan do'kon bu Asia Home. Asia Home degan shunaqa katta do'kon bor ekan, 2 qavat ekan. Bu yerga ayollaringlarni olib kelmanglar. Kamida 3-4 soat qolib ketishadi va sizlarni 5 millionga tushirsa kerak eng kamida. Istalgan narsa bor ekan. Masalan, uy olgan bo'lsanglar, yangi uy, do'konga kelib turib ko'plab masalani hal qilsanglar bo'lar ekan. Dasturxon ham bor, qozon ham bor, idish tovoq ham bor, piyola ham bor, tefal ham bor, xullas vaza ham bor va sun'iy gullagacha bor. Zo'r do'kon ekan, menga yoqdi, kelishni tavsiya qilaman. Bozorda arzon va assortiment ko'proq deyishingiz mumkin Chinni bozorda masalan, lekin bu ham Chinni bozordan qolishmas ekan. Nimagaki 1000 turdan ko'p xildagi narsalar bor. Eng muhimi o'sha dunyo tovarlari. Turkiya deysizmi, Xitoy deysizmi? Bitta uy uchun nima kerak bo'lsa, hammasi bor. Do'konni qaranglar, kattaligini 2 qavat ekan, 1,5 kvadratga o'xshaydi. Vobshe katta ekan, qaranglar. Любой narsa bor. Idish tovoqdan tortib turib, umuman podarочный narsalar, mana yangi yilda hozir sizlar yaqinlaringizga podarkalar olsanglar bo'ladi, любой odamga. Home Market angarga o'xshagan do'kon ekan, lekin kiyim-kecha yo angarga o'xshab va Home Marketga o'xshab mebel yo'q ekan, faqat shu xolos. Menga eng yoqqan jihati narsalari dishov emas, tovarni vidi bor, hamma narsasini ham chiroyli, ham ko'rkam. Unda uyingizga qo'ysangiz ham, podarkaga bersangiz ham uyalmaysiz, birovning oldida uyalib qolmaysiz va ya'ni sizni uyingizga, xonadoningizga ko'rkiga ko'rk bag'ishlaydigan sifat va hamyonbop narsalarni bitta do'kondan topishingiz mumkin. Bu do'konning ichida Asia Pasuda do'koni ham bor ekan. Bu yerda asosan o'sha tovalar, qozonlar, qasqonlar shunaqa narsalar sotilar ekan. Mana bu idishlar juda ham menga yoqdi. Rangi bejirim ekan. Albatta uyimga sotib olishni niyat qilib qo'ydim mana. Ko'p narsalarning narxini aytolmayman, rozi bo'lasizlar, lekin o'ylayman narxlari hamyonbop. Internetda mashhur bo'lgan, Instagramda chiqaveradigan idish tovoqlarning zo'rlari, Madonna deysizmi, Turetskiy deysizmi, Eronniki deysizmi, Xitoyniki deysizmi, barchasi bor ekan mana. Bunaqa yapon stilidagi keplagacha bor, ya'ni любой narsani topsangiz bo'ladi. Turk stil degan qahvalar uchun chashkalar bo'ladimi, mis idishlar bo'ladimi, hammasi bor ekan. Umuman oilangiz bilan, bolalaringiz bilan обязательно kelinglar. Menga o'zi juda ham chiroyli posudalar yoqadi, juda ham jonu dilim chiroyli posudalar, qoshiq, vilkalar. Sizlarga ham shunaqa narsalar yoqsa, bemalol bu do'konga kelib turib, o'zingizlarning ko'nglingiz tusagan narsani sotib olishingiz mumkin. Lekin mana bu gumbazga gap yo'q. Juda ham yoqdi kupoli, голубой kupollarning kupolisi ham bunaqa emas, lekin bu yerda mana Papa John's, aytganimdek KFC, hatto sushi ham bor ekan, ya'ni bistro kafelar ham bor ekan pastda. Bellissimo Pizza, Panazia restorani bor ekan. Papa John's soat 2 gacha ishlar ekan, eng muhimi, va Ramiz bor ekan, turk brendini restorani. Hamma yer ochiqligi uchun juda ham sovuq. Hozir dekabr oyiga kirib kelyapmiz. Bolalaringiz bilan kelsanglar, biroz do'konlarni aylanadigan bo'lsangiz, sovuq qotib qolishadi. Sabab har bitta do'konga tashqariga chiqib, ochiq havoda o'tish kerak ekan. Bir de shu noqulaychiligi bor ekan, ya'ni yozga mo'ljallangan mol ekan, o'zi to'g'riroq aytganimiz, ya'ni yozga mo'ljallangan targ'ib sentr ekan. Alfraganus aylanib bo'lib, Ramiz degan oshxonaga ovqatlanishga kirdim. Bu turk oshxonasiga. Shunda yon biqinida bor ekan Ramiz. O'zi pizzalar ham, burgerlar ham, danarlar ham ko'plab narsalar bor ekan. KFC deysizmi, Alfraganusda mana KFC bor ekan, Alfraganusda Bellissimo pizza bor ekan, Papa John's bor ekan, Saat donergacha bor ekan, korzinka, aptekalar, do'konlar, bolalar maydonchasi, xullas
ko'plab infrastruktura qilingan yaxshi торговый sentr Zo'r TV oldida joylashgan, Risiy bozorga juda yaqin, vokzalga yaqin bu yerdan. Bu atrofdagi insonlar uchun, masalan, yaqin atrofda turadigan, masalan, Qo'yliqda turadigan insonlar bemalol kelsa bo'ladi. Zo'r торговый sentr, bolalar maydonchasi, ayniqsa detskiy plashatkasi juda ham katta ekan. Haytown, Toshkent City Mall, Samarqand Darvoza va hozirgi Seoul Moon, mana shu Magic City dan farqi bor joy ekan. Masalan, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu Crispy bor misol uchun, boshqa hech qayerda yo'q. Crispy donatslari, Crispy ponchiklari. Shu uchun ham kelib ko'rsangiz bo'ladi. Albatta kommentariyada yozib boring, qaysi savdo markazini yoki qaysi joy yoki qaysi restoranni obzor qilib berishimizni xohlaysiz. Bu Alfraganus haqida obzorida albatta like bosing, kommentariy yozing va repost qiling va siz bu videomizni va bizning faoliyatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Rahmat.